Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana men Mehriddin. Bugun sizlarga chala qopga o'yinimni ko'rsatmoqchi edim. Bir ko'rib baho beringlar. Bir 15 daqiqacha o'ynadim. Ronaldo bu mavsum hozircha 17 ta gol urdi 10 o'yinda. Bunga e'tibor bermaymiz, o'yinni davom ettiramiz. Hozir biz 4-3 tarkibiga o'tamiz birga. Like ve podpiska tugmalarni bosib qo'yinglar. Qani ketdik. Komandamiz Sardor Marcelo. Bugungi o'yin qiziq bo'ladi degan umiddaman. Kira qolsinchi. Bol mana kirdi. Like ve podpiska bosishni unutmaymiz. Ketdi. Asensio boshladi, Iskuga tashladi. Benzema tashlamoqchi edi, Ramos xatolik. Varane Casillasga o'shirdi. Casillas esa hujumga tashlab bermoqchi bo'ldi. Ramos tajribasi bilan ishlatib, top qo'ydi. Mana bu holatda men ketmoqchiman. O'ldirib bo'ldim. Casemiro Isco chal. Mana. Bu yoqqa. Benzema. Chapga. Cristiano. Kim ekan bu? Herrera. Super Varadabon. Ko'ramiz nima bo'lishini. Benzemada yaxshi imkoniyat. Zarba. Yaxshi ikkita. Toni Kroos yaxshi. Isco qayerga oshiryapsan? Ramos. Asensio. Gol. Bo'pti, sog' bo'linglar.